Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan part 3 listening multiple choice haqida gaplashamiz. Ko'pchilik talabalarning eng katta muammolaridan yana biri bu multiple choice. Nimaga bu eng kompleks partlardan biri. Ko'p gapirmayman do'stlar, boshladik. Bugun baxtimizga yaxshi multiple choice savol oz ekan. Imtihonda odatda bir 5 ta tushadi. Bu yerda 3 ta. Xo'p, demak tiplarga qaraydigan bo'lsak, birinchi tipda understand the questions deyman. Questionlarni understand qilish uchun albatta birinchi o'rinda o'qiysizlar va tushunishlar kerak. Lekin ko'pchilik bu tip oddiy eshitiladi. Misol baha aytishga oson, lekin o'qiganda tushunish juda ham qiyin, to'ppa-to'g'ri. Nimaga aytsalar, bu yerda ikkita narsa bor. Birinchisi vocabulary problem, ikkinchisi grammar problem. Yana o'sha borib general Englishga qaytib taqaladi. Misol uchun mana bu savolga qaraylik. What aspect of their presentation are Mia and Leo both concerned about? Bu yerda grammatika ham dahshat, vocabulary ham dahshat. Endi sizlarda ba'zi kuchli bo'lsa, grammar kuchli bo'lsa, vocabulary kuchli bo'lsa va podcastda to'xtamasdan kuniga 1 soat, 2 soat to'xtamay podcast eshitsanglar, listening section 3 o'sha oddiy holatga aylanib qoladi. Hozir ko'rsataman. Aspect degani bu tomoni degani, tarafi, jihati degani. Which aspect of their presentation are Mia and Leo both, ikkalasi ham Mia, Leo concerned about degani, worried degani. Ya'ni xotirlanyapti ikkalasi. I am concerned about bo'ladi. Mana shuning uchun, mana o'shaning uchun bu grammatika concerned about grammatikasi are keladi. Chunki Mia va Leo ikki kishi haqida gaplashilyapti bu yerda. Ular presentationda qaysi jihati, qaysi feature, qaysi tarafi haqida nimasiga qayg'urishyapti? Concerned, qayg'urish emas, xavotir olishyapti to'g'rirog'i. Anxious deb qo'yadi, worried about yoki concerned about. Va savollarda ikkinchisi highlight qilishimiz kerak. Keywordlarni tagiga chizib olaylik do'stlar. Bu yerda aspect, okay, chizib olsanglar bo'ladi. Presentation cool. Lekin men bunga ham chizmayman. Bu ham kerak emas. Leo, Mia ham kerak emas. Both concerned. Ikkalasi ham, okay, aspect tagiga chizib olaveramiz, no problem. Which aspect of their presentation are Mia and Leo both concerned? Ikkalasi ham concern qiladi. Va bu yerda highlight qoldik. Endi ikkinchi highlight qiladigan narsamiz bu optionlarga qaranglar. Meeting the deadline. Bu yerda ajoyib collocation kelyapti. Meeting the deadline degani o'sha aytilgan, belgilangan muddatda bajarish. Meet the deadline. Xo'p, men deadline o'zini tagiga chizaman, bo'ldi. Finding suitable examples. Suitable mos keladigan relevant example'lar topish haqida ular xavotir olyaptimi yoki deadline haqida xavotir olyaptimi? Or including original ideas, haqiqiy g'oyalarni include qilish haqida o'ylanishyapti. Uchalasidan qaysi biri haqida o'ylanyapti? Tushunarligi, ko'ryapsizlar, vocabulary va grammatika kerak. Keyingi savolni ko'ramiz. The students decide, demak ikkala student, kim? Leo and Mia decide to focus their assignment. Men esimda bu narsani Malayziyada o'qib yurgan paytimda assignment deb o'qiganman. Bu aslida assignment bo'ladi, on housing for. Mana bu yerda yana o'sha grammatika bilan vocabulary sizlarni qiynaydi. Understand the questionga kelganda students decide to focus their assignment. Demak studentlar nima qilishdi? Qaror qabul qilishadi. To focus qilish uchun diqqatini qarang. Their assignment. Ularni assignmenti nimaga focus qilishga decide qilishyapti? Focus bilan on kelyapti bu yerda. Focus on housing for. Uy, joy. For kimlar uchundir? To focus their assignment on housing for kimlar? Family groups. Old people, family da o'zi yetadi, old people va oxirgisi single people. Xo'p, ularda assignmenti focus qaratyapti housingga. Housing, lekin kimlar uchundir bo'lgan housing? Family groupsmi, old peoplemi, single peoplemi? Achiz mumkin, Mr. Baha, men bunaqa imtihonda bemalol vaqtim bo'lmaydi. Qana qilib bunaqa qilib o'qib tushunish mumkin desalar, readingni oshiringlar. Artikelni readingni oshirsalar, tezroq o'qib tushunasizlar. Endi vaqtim yetmay qolsa-chi Mr. Baha, tezroq o'qishni bilganim bilan desalar, hozir mana bu yerda sizlarga ajoyib sirni ochaman.
Keyingisi the students agree, ikkalasi ham agree, faqat bittasi emas. Misol uchun A'da Leo agree bo'lishi mumkin, B'da Mia agree bo'lishi mumkin, C'da ikkalasi ham agree bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hushyor bo'linglar. These students agree that demand for accommodation in urban areas. Mana bu yerda katta bitta noun bo'lyapti. Talab, accommodationga bo'lgan talab. Qayerlarda? Urban areasda, cities deb tarjima qilasizlar. Shaharlardagi accommodationga bo'lgan talab should be met. Mana bu so'z meet degan so'z passive voice bo'lib kelyapti. Mana shu talabga meet qilish, qanday qilish, by nima orqali shu talabga javob bersa bo'ladi. Ikkala student agree qilyapti. Repurposing offices and factories. Office va factorylar repurpose qilish, boshqa maqsadlarda foydalanish. B. Constructing tall buildings, baland zdanyalar qurish va developing creative ideas for smaller homes. Develop an idea degani ideya yaratish degani. O'sha ideyani topish degani. Misol uchun come up with a creative idea. Misol uchun creative idea yaratish. Developing creative ideas for smaller homes. Okay. Savollarni o'qidim, variantlarni ham ko'rdim, hamma yo'lda men tushundim. Bunga nima yordam berdi? Ikkita narsa, vocabulary va grammar va oxirida vaqt yetarliligi. Xo'p do'stlar, mana bu ikkala tip bo'ldi. Understanding questions, highlight qilib bo'ldik. Endi conversation paytida biz track qilishimiz kerak. Track ya'ni orqasidan ergashish degani. Conversation qayerga qarab ketyapti? Qaysi student argument qilyapti? Narigi student bu studentga qo'shilyaptimi yoki qo'shilmayaptimi? Oxirida ikkalasi ham agree bo'lish kerak. Qaysi variantda to'xtashdi? Orqasidan ergashib yuraverishdi. Mana shu narsa track deyiladi va xuddi tepadan turib tasavvur qilinglar, yana o'sha Yandex misolni beraman. O'sha Yandexni misol uchun dadanglarga yoki onalarga book qilib berdinglar, bozorga ketishyapti. Asla uyda o'tirib olib bemalol Yandex tepadan zoom out qilib ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. Yoki xuddi vertolyotga o'xshaydi. Vertolyotda ham tepadan shaharni ko'rib, track qilib tursa bo'ladi. Kim qayerda nimalar bo'lyapti, odamlar qayerda yuribdi. Xuddi shu narsa, shu qobiliyat kerak. Xo'p, Mr. Ba 2-3 ta odam gaplashadi part 3 da. Qanaqa qilib buni men kuchaytirsam bo'ladi desiz, ikkita yo'l bor. Ko'proq podkast eshitish kerak. Intervyular. Kino ko'rsa ham maza, chunki bir vaqt o'zida ko'pchilik gaplashadi yerda. Podkast ham xuddi shunaqa, iloji boricha podkast, chunki podkastda kinodan ko'ra ko'proq gaplashiladi, suhbat ko'proq bo'ladi. Podkast ko'ringlar, o'shanda odamlarning fikrini eshitib, kim nima haqida qarab ketyapti, kontrol qilishni o'rganasizlar. Ikkinchisi to'g'ri praktik qilish kerak. Ora-orada haftada bir marta yoki oshib ketsa 2 marta part 3 da o'zini praktik qilsalar ham zo'r. Men misol uchun full test praktik qilmasdim. Imtihonga yaqin eng murakkab part qaysi desa, part 3 mi menga matching information faqat o'shani praktik qilardim xolos. Hard work versus smart work. Men doim smart work ni tanlaganman. Nima qilaman agar 4 ta section qilsam, 3 tasi zo'r chiqayotgan bo'lsa, bittasi xato chiqayotgan bo'lsa, yana boshqatdan test yechi, bu prosta like insanity. Bu yaxshi narsa emas. Vaqtdan unumli foydalanishni o'rganishga yordam. Ikkinchisi filtr qilish kerak. Nima degani bu desanglar, variantlarda A, B, C dagi hamma keywordlar, ayniqsa biz highlight qilgan keywordlar keladi. Faqat buni paraphrase qilib olib kelishadi. Mana misol uchun men aytyapman paraphrase. Paraphrase yana boshqacha variantlar bilan beradi. Boshqacha gaplar bilan gapiradi. Hozir men bu yerda examples, ideas, deadlines, maybe qanaqa paragraflar keladi bilmadim. Paraphraselar keladi. Buni hozir eshitib ketyaptim, men sizlarga to'xtatib ko'rsatib beraman. Paraphrase hammani aldaydi. Bu eng katta tuzoqlardan bittasi part 3 da. Albatta bu paraphrasing sinonim bilan keladi. Bir xil payt o'zini ishlatib qo'yadi. Deadline'gacha qolishi mumkin. Bir xil payt antonim bilan ham urishi mumkin sizlarda. Buni ko'ramiz. Change minds. Yana bitta yomon narsa, speakerlar odatda o'zini fikrini ko'p o'zgartirishi mumkin. Misol uchun meeting deadline haqida worry qilyapman. Sanchi desam, men ham bu haqida worry qilyaptim. Hozir to'g'risini aytsam example haqida worry qilyapman. Lekin bu ham o'sha muammo bo'lmay qoldi. Menga hozir eng katta muammo bu haqiqiy g'oyalarni include qilish desa, narigi talaba ham mendan ham xuddi shunaqa bo'lyapti desa, bo'l tamom. Variant C bo'lishi mumkin. Buni yana bitta da'vosi bu track qilib o'tish. O'shaning uchun sizlar qaysi speaker qayerga qarab ketyapti, buni bilib turishingiz kerak. Va ular har doim change qiladi.
Xo'p, o'shaning uchun bizga filtr zarur. Paraphrase yana vocabulga borib taqaladi. Vocabulni bilgan odam paraphrase muammo bo'lmaydi. Distractionlar bo'ladi. Distractionlar ya'ni ko'pchilikda eng katta xatolardan biri bu meaningga emas, keywordga suyanib qolishi. Bu eng katta xatolardan biri. Do'stlar, keyword nimaga kerak desanglar, menga bitta narsa uchun kerak bo'ladi. Xolos, bu ham locationda aniqlab turish uchun. Speakerlar qaysi variant haqida gaplashyapti. Deadline esa meni ko'zim avtomatiski A variantga boradi-da. Okay, deadline haqida gapiryapti. Okay, awesome. Eshitib turaman. Agar change mind qilsa, bo'ldi, bunga qaytishmaydi. A variant chiqarib olaman-da. Undan keyin ID'si sirazi C ga qaytaman. Xullas, menga kim xatga qarab ketyapti, conversation, qaysi variant haqida gaplashyapti. Xuddi shu lokatsiyalarni bilib turish uchun menga keyword kerak. Endi talabalar o'rtasida ko'p uchragan narsa keyword o'sha variantda chiqib qolsa bo'ldi yoki o'sha javobni ololmayapti. Keyword ko'rgandan keyin o'sha javobni oladi. Endi taqdirga tan beradi, tavakkal qiladi, bu yerda guess qiladi. Bu narsa juda ham yomon. Predict qilish kerak, oldindan react qilmaslik kerak, anticipate qilish kerak. Oldindan qaysi variant to'g'ri chiqib qolishi mumkin, buni guess qilish ham yaxshi. To'g'ri chiqmasa ham zato sizlarda hali engagement bo'ladi, qiziqasizlar, sal bo'lsa ham ichkariga kirasizlar. Xo'p, buncha narsani qilish uchun vaqt ketadi va bu vaqtdan qanday foydalansa bo'ladi do'stlar? Juda ham ko'p vaqt beriladi imtihonda. Misol uchun part 1 ni tasavvur qiling, 1 minut 10 tagina savol, part 1dagi 10 tagina savolni o'qib chiqish uchun beriladi xolos. Bu umuman ahmoqlik. Agar siz polni shu part 1 ga ajratilgan vaqtni part 1 ga ishlatib olsangiz, bu juda ham katta trap. Vaqt ortdimi, sirazi part 3 ga kelamanmi? Tezda 20 sekund, 30 sekund o'qib qo'yib turib, sirazi 3-partga kelaman deb bir boshdan shoshilmay o'qiyman. Shoshilmasdan o'qiyman. Bo'ldi, part 1 tugadi. Part 1 tugadi. 10 ta savolni yechib bo'ldim. Oxirida aytadiki 30 sekund vaqt beradi. Javoblarni tekshirib ol, part 1 ga olgan javoblaringni deydi. Men nima qilaman? Mana bu 30 sekundni olaman-da, iloji boricha part 2 ni o'qiyman. Tezda o'qib chiqib olaman. Undan keyin part 2 ga o'taman-da. Part 2 ga o'tgandan keyin boshda yana 30 sekund yoki 1 minut yana vaqt beradi o'sha partni o'qib olish uchun. Dahshat ko'p vaqt. Uje men o'qib bo'lganman, to'g'rimi? Aytmoqchi bo'lganim, part 1 dan ham, part 2 dan ham qancha bo'lsa shuncha vaqtni olib turib 3-partga investitsiya qilinglar. Counterbase juda ham oson, pastda chiqib turadi, tezda bosib turib 21 da bossanglar 3-partga avtomatik yetib borasizlar, mazza qilib o'qib chiqsanglar bo'ladi. Men ishonasizlarmi, bir marta imtihonda rekordim 7 marta polni part 3 da o'qib chiqqanman, 7 marotaba. Undan keyin part 2 tugagandan keyin 30 sekund vaqt beradi. 30 sekund vaqtni yana part 3 ga sarflayman. Part 3 boshlanganda yana 30 sekund vaqt beradi. O'sha 30 sekund vaqtni yana part 3 ga sarflayman. Part 3 da multiple choice bilan matching information keladigan bo'lsa, o'rtada yana bir 20-30 sekundlik break bo'ladi. Unda yana o'qib olsam bo'ladi. Tushunyapsizmi? Kamida 1,5-2 minut vaqt qo'shimcha ortib qoladi. Part 3 ga sarflayman. Bu narsani praktikada chiqarib olsa bo'ladi. Ya'ni birinchi, ikkinchi partdan yulib vaqtni 3-partga sarflayverasizlar. Tasavvurlar o'sha yechib bo'ldik, yechib bo'lgandan keyin endi analiz qilish kerak testni. Mana bu eng kuchli partlardan biri. Polni 3-part tugadi, analiz qilish kerak. Analizda eng zo'r narsa prove degan narsa bor. Ya'ni tasavvurlar 21 da noto'g'ri oldi, A olib qo'ydilar, javob A emas edi. Xo'p, endi o'zinglar analiz qiladi. Ko'pchilik shu testni analiz qiladi, o'zini emas. Xo'p, nimaga bunaqa xato qildim men? Yoki tasavvur qilinglar 22 da xato qilib qo'ydinglar, C da. Nimaga 22? Chunki men 21 ga o'ylanib turgan paytimda 22 o'tib ketib qoladi. O'shaning uchun iltimos 21 da javob o'tib ketdi, sezinglar, o'tirishni kerak yo'q. Umuman yerda qolishni kerak yo'q. 22 ham o'tib ketib qoladi. 22 o'tib ketgandan keyin bir yo'li give up qilasizlar. Yig'lab orginglar keladi. O'tib ketdimi? Bye bye. Okay, see you next time. Sirazi 22 ga qaytish kerak. Va o'zingizlar analiz qiling. Nimaga o'tkazib yubordim? Okay, men ko'p o'ylanib qoldim 21 da. Okay, yozib qo'yasiz. Ko'p o'ylanman deb yozib qo'yasiz. O'zingizga buyruq berasiz. Undan keyin A'ni olodingiz. Nimaga A noto'g'ri ekan? Mana bu yerga explain qilasiz. A'ni oldin yo'lim deadline borligi uchun oldim. Keyin eshitsam speaker aytdiki, deadline haqida men uncha o'ylamayapman. Hali bizda vaqt ko'p. A lot of time bor edi. O'shaning uchun A noto'g'ri ekan, to'g'ri javob B ekan. Nimaga ikkita javob noto'g'ri, nimaga bittasi to'g'ri, har bittasini to'g'risiga tushuntirib yozib qo'yishinglar kerak. Mana shu narsa isbotlash deyiladi. Afsuski ko'pchilik talabalar, do'stlar, eng katta qiladigan xatosi testni tekshiruvda to'g'ri javoblar yozib ketadi. Men hayron qolaman.
o'sha miya to'g'ri javob, misol uchun tasavvur qiling 21 da oldinglar, tekshiryapsizlar, bu noto'g'ri ekan, to'g'ri javob C ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Endi siz analiz qilayotganda C da o'tirasiz, xolos nimaga C to'g'ri ekan deb turib. Miya faqat bitta yo'ldan o'ylaydi. 3 ta narsani o'ylamaydi. Bu yerda faqat o'zingiz aldaysiz, xolos. Bu narsadan qochishga inson o'zini qiynash kerak. Umuman javobni tekshirasiz, iloji boricha birorta partner tekshirib bersin, to'g'ri javobni ko'ra olmang. Sizga bitta narsa shu 21 noto'g'rimi? Bold 21 noto'g'ri ekan. It's okay. Uchala savolda endi uchala o'sha ABC da topaman. Nimaga A noto'g'ri, nimaga C noto'g'ri, nimaga B to'g'ri? Isbotlayman, to'g'risiga yozaman. Tushunyapsizlarmi do'stlar? Mana shunaqa haqqoniy tekshirsangiz, keyin listeningiz 9 ga chiqadi. 9 ga chiqqandan keyin 8 plusga chiqqandan keyin o'sha oddiy holat bo'lib qoladi. Ko'p vaqt sarflab o'tirish shart emas. Boshlarni og'ritmoqchi emasman. Ko'rdinglar, 2-3 dan vaqt, birinchi, ikkinchi partdan vaqt orttiribman, 3-chi part o'qib bo'ldim, highlight qilib bo'ldim. Sizlarga tushuntirganda balki javoblar, variantlar mana esimdan chiqib qolgan deb bo'lishi mumkin. O'shaning uchun testni boshlashdan oldin bir qator o'zim ham qarab o'qib olaman-da, keyin audioni qo'yamiz va testni yechamiz. Tushunarlimi do'stlar? Boshladik unda, audioni qo'yaman. Answer questions 21 to 23. You know that joint presentation we've got to do this semester, Leo? On houses of the future? That's right. I'm a bit concerned. Are we meant to come up with creative new suggestions for these houses? I don't think so. It's Creative suggestions come up qilishimiz kerakmi dedi. Ko'rdinglar do'stlar, hozir qiz aytdiki, are we supposed to come up with creative suggestions? Come up degani create degani, generate degani, come up with creative suggestions including original ideas. Bizda nima dedi bola? I don't think so deyapti bola. I don't think so. O'z-o'zidan C chiqib ketadi. more a matter of reporting and evaluating possible developments. Possible developments. On houses of the future. That's right. I'm a bit concerned. Are we meant to come up with creative new suggestions for these houses? I don't think so. It's more a matter of reporting and evaluating possible developments. But we mustn't be too general. We've got to support our points by referring to specific cases. So that... Specific cases. Specific cases degani suitable examples bo'lamana. Specific cases, suitable examples deyapti. Biz juda ham general bo'lmasligimiz kerak. O'ta general bo'lmasligimiz kerak. Specific cases da include qilishimiz kerak. Ya'ni javob B haqida gapiryapti. Tushunarligi. Endi qiz nima dedi reaksiyasi? Okay dedimi yoki okay emasmi? That'll need a lot of work. I'm afraid so. When's it got to be done by? In about 6 weeks, so that's not too much of a rush. Good. We'd better... 6 hafta vaqtimiz bor deyapti. That is not too much of a rush degani unaqa shoshilishda keragi yo'q deyapti. Demak, ularda qancha bor ekan? They have 6 weeks. 6 ta. Yana bitta zo'r sizlarga tip do'stlar, birdaniga javobni olib olishni o'rganmanglar. Oxirigacha eshitinglar. Variantni tugatib olishsin. Misol uchun hozir specific examples da oxirroqda aytib ko'rgan bo'lsa-da, do'stlar iltimos don't rush. Listen carefully, listen fully deb doim o'zingizlarga qaytaringlar. Chunki javoblarda o'sha gapini oxirroqda aytib qo'yadi. Bir xil payt boshida aytadi, ko'pincha oxirroqda. Ko'rdinglar, 6 hafta bor deganiga sirazi meni miyam A variantga sakradi. Chunki o'sha deadline haqida gapirishyapti. Undan keyin biratan umuman deadline haqida gapirmadi. Vaqtimiz hali simidan dedi. Demak, ularda vaqt ko'p. Vaqt haqida o'ylanishmayapti. Vaqt haqida o'ylanmagandan keyin deadline haqida ham o'ylanishmayapti. Tushunyapsizlarmi? Listening 3-part juda ham oson. Birinchi o'rinda o'qib tushunib olish kerak, ikkinchi o'rinda track qilib o'tirishni o'rganish kerak. Nazorat qilib, hammasi nazoratim ostida deydi uchingiz. O'shanaqa nazorat qilib o'tirish kerak. Keyword highlight qilgandan keyin lokatsiyalarning o'rtasida yuraverish kerak, qaysi haqida gapiryapti. Undan keyin speakerlar o'zini mindini change qilyaptimi, ya'ni variantlarda adkaz qilyaptimi yoki ikkalasi ham qo'shilyaptimi? Qaysi variant ikkalasi qo'shilyapti, qaysiga qo'shilmayapti?
Tushunarli? Eng yomon narsa uchala variantni ham aytadi. Qo'rqib ketmanglar, bir qo'rqinchli narsa emas. Xo'p, demak, bu ham chiqib ketdi. Noto'g'ri javob bo'lgani uchun. Ko'rdinglar-a? Har bitta nimani specific paraphrase qilyapti. So'zlarni directly ishlatmayapti. Better decide now what type of housing we're going to focus on. How about housing for different generations living together? We could do. Or accommodation for one person. Or aka aytdiki, Ada aytdi. Men mana try qilib o'tiribman. Aka aytdiki, family generationsga qilsa nima bo'ladi? Haqida aytdi. Qiz aytdiki, yoki dedi, people who are single deyapti. Bo'ydoq yoki bitta o'zi yashaydiganlar haqida bo'lsa-chi deyapti. Endi bratan C ga o'tdi mana. Fikrlarni o'zgartirishni ko'ryapsizlarmi? Shunaqa sizlar chalkashtiradi xolos bo'lsa, keywordni ham ko'rib turibman, bilib turibman. Ikkalasi qayerda ketayotganini, lokatsiyadan ko'rib turganman. Menga oson. I think someone else is doing that. I was wondering about Someone else is doing that. Mana buni kimdir qilyapti ekan. Bo'ldi, men C'dan ko'nglimni uzdim. Someone else is doing that deyapti. Old people qoldi, qani? housing for the elderly. That's likely to become more important. Yeah, that's true. Wow, ikkalasi ham qo'shildi. Javob bitta olamiz. Elderly dedi. Old people da elderly deyapti. Old people, elderly. Hozircha B variant eshitamiz. Hali to'xtagani yo'q. But I think your suggestion about intergenerational living might be more interesting. Let's go with that. Whoa, lekin sen anaqang let's go with that dedi. Intergenerational hammasi bitta bo'lib yashash, ya'ni familylar haqida gapiryapti. Let's go with that. Davay o'shani tanlaymiz dedi qiz. Endi let's go with that. Davay o'shani tanlaymiz dedi qiz. Endi ko'ramiz, qani nimadir. Aka, uje javob B dan ketdi. B uje pishdi. Hozir A'da yurishni ko'rasan, lokatsiya, familyda ushlab olganman. Intergenerational groups. Intergenerational deyapti. Okay. Now, I think Bo'ldi, biratan okay dedi. Okay degani men xuddi menga A'da olaver degani imtihonda. Okay, A'da olaveramiz. Ketdi. Va oxirgisi, the students agree that demand for accommodation in urban areas should be met by nima orqali ket. future demand is mainly going to be for accommodation in urban areas. So, one way of meeting that demand might be to use existing commercial buildings and adapt them to form accommodation. Adapt them to form accommodation. To adapt them to form accommodationlar yaratishga moslashtirish kerak. Adapt degani moslashish, moslashtirish degani. Ya'ni commercial buildings dedi. Commercial buildings. Commercial buildings degani offices and factories. Commercial degani o'zi business degani. Commercial buildinglarda adapt qilishimiz kerak. Variant A haqida gaplashyapti. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Listening, reading, xullas IELTS bu vocabulary testda. Men o'sha vocabulary kuchaygandan keyin, ya'ni buni eng zo'r qiziqarli olishni yo'li bu podcast bilan article, o'sha listening ham ish bo'lmay qoladi. Article o'qigan odam listening ham zo'r uradi, chunki variantlar tezda o'qib tushunib oladi-da, bo'ldi. U yerga podcast o'zi paddeshga qo'yadi, eshitib tushunish. Or come up with original ways of organizing space so that people can live in smaller homes. Okay, organizing space dedi. So that people can live in smaller homes. The panikada o'tirgan bolaga smaller homes chiqqanidan keyin sirasi siyda oladi imtihonda. Chunki o'sha u bola duxuga o'tirgan, nima bo'lyapti deb track kim qaqarib ketyapti, u haqida bechora bolada hech qanaqa ideya yo'q. Sirasi smaller homes, oh my god, yaqin Mia, let's go deb siyda oladi. Ko'ramiz. Hozir mana C haqida gaplashyapti. Lokatsiyani ko'rib o'tiribman. Try qilyapman, lekin hali ikkalasi ham agree qilgani yo'q. Organizing tushunarligi. But I think the solution is to design multi-story apartment blocks. Building up Multi-story apartment blocks. Multi-story apartment blocks degani tall buildings. Big o'tib ketishdi o'sha. C'da confirm qilmadi. Ikkalasi ham. Ko'ramiz. Mana buni bratan aytdi, opaxon qo'shilmadi-da, C ga o'tdi opa.
Opa bu yerga endi B qolib ketyapti. Hozir B ga ham o'tishdi. Opaxon endi B ni boshladi. Hop ko'ramiz nimadir ekan. Rather than out, yes. Shaharlar deyapti, tepaga qarab o'ssin deyapti. Go up rather than out da. But I think the solution is to design multi-story apartment blocks. Building up rather than out. Building up rather than out. Yomon qildi-yu. Building up rather than dan ko'ra. Out ya'ni shahardan tashqariga qarab qurib ketgandan ko'ra tepaga qarab qurish deyapti. Multi-story apartment blocks building up rather than out bular hammasi bitta bo'lib tall buildingsga urg'u beryapti. Ko'ramiz endi bratan buni confirm qilaman. Aka dava uka gazini bosib bayhatsa 23 da ham olaveraman. Yes. Bo'ldi. Yes. Thank you very much. Suhbat oxirigacha eshitish shart emas, o'sha keyingi savollarga o'tib ketaveraman tezda qarab. Do'stlar ko'rdinglar-a? Prosta bu vocabulary jangi. Practice qayta qilgandan hech qanaqa ma'no yo'q. Grammatikaga ishlanglar, vocabga ishlanglar. Bu degani kuniga article, podcast, undan keyin Paula Collins Grammar for IELTS, Vocabulary for IELTS degan kitoblari bor. Любой nayner bilan gaplashsanglar, bitta Farg'onali qattiq bitta ustoz shunaqa deyapti desalar, borib o'sha ustoz roziligini ol, hokipoyini ol deydi. Chunki bu eng zo'r maslahat. Eng zo'r maslahat shu hali anakonda usuli, ko'rshapalak usuli. Do'stlar, unaqa texnikalarga aldanmanglar, iltimos. U texnikalar yordam bermaydi agar sizlarda fundament yaxshi bo'lmasa, grammatika bilan vocabulary zo'r bo'lmasa. Do'stlar, 3,5 millionlik kursda 1,5 millionga skidka bilan olib B9 olgan bola 2 haftada javob desa ham, do'stlar, bu noto'g'ri narsa, iloji impossible. Mabodo Elon Musk kelib miyalariga Neuralink ochib turib flash kartani taqqa solib qo'ysa, endi bilmadim, u kelajakda bo'lishi mumkin, lekin bu narsalarga qo'shilmayman. Listeningda o'zingizlar analiz qilsanglar bo'ladi. Mana bular nimaga noto'g'ri, bu nimaga to'g'ri, C nimaga noto'g'ri. Mana shu yerda reaksiya aytishlar mumkin. Opaxon ketib qoldi. Buni biratan aytdi, mana tasavvur qiling, mana buni biratan aytdi, opaxon bu yoqqa o'tib ketib qoldi. O'shancha buni olmadim, chunki ikkalasi ham students agree qilishganda agree qilishmadi. Har bitta variant nimaga to'g'ri, noto'g'riligini aniq qayta eshitib topganlardan keyingina haqiqatan listening oshadi va buni haftada bir marta qilsangiz yetib ortadi. Do'stlar, menimcha ko'p narsani qoldirib ketmadim. Hamma yo'q joyida. Qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada aytinglar. Xudo xolasa yaqinda butun full listening testga practice testni men o'zim mana jonli practice qilaman. Tushuntirib ketaman bir yo'li. U juda ham uzoq davom etadigan dars bo'ladi. Ya'ni 1 soat, 1,5 yoki 2 soat bo'lib ketishi ham mumkin. Zato sizlar qanaqa qilib part 1 da vaqt yutish, part 2 da vaqt yutish va part 3 ga vaqt investitsiya qilishni o'rgansanglar bo'ladi. Rahmat hammaga. Like bosinglar, iltimoslardan eng katta yordam. Bitta u ham bo'lsa do'stlarga share qilinglar, iloji boricha manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Thank you very much.